Sud hukm o'qiydi. Sudlanuvchi ikki farzandning onasi o'z qaynonasini qasddan hayotdan ko'z yumishga sabab bo'lganligi uchun aybdor deb topilsin. Unga 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Tinchlik saqlansin. Sudlanuvchi, hukm tushunarlimi? Sizga so'nggi so'z beriladi. Men bu uyga orzular bilan kelgan edim. Kelin emas, qiz bo'laman degandim. Lekin har kunim do'zaxga aylandi. Ha, namuncha imillaysan. Supurganingga qara, hamma yoq chang. Senga ota-onang hech narsa o'rgatmaganmi? Bebaraka. Oyijon, ertalabdan beri tinmadim-ku. Bolam istimalab yotibdi. Shunga qaragandim. Menga javob qaytarma. O'sha tirranchangni bahona qilma. Tozalab bo'lmasang, bugun ham ovqat yo'q senga. O'sha kuni erim ham onasining gapiga kirib, meni farzandlarim oldida do'pposladi. Tanamdagi og'riqdan ko'ra g'ururimning sinishi yomonroq edi. Mana shu pichoq bilan go'shtingni maydala. Tez bo'l. Sening borliging ham ortiqcha bizga. Eringga aytaman, ertagayoq haydab yuboradi seni. Bo'ldi. Yetar. Endi hech qachon meni xo'rlay olmaysiz. Janob rais, meni qotil deyapsizlar. Ha, men jinoyatchiman. Lekin aytingchi, mening orzularimni, yoshligimni, ayollik baxtimni o'ldirganlarni kim jazolaydi? Erimga qaradim. U onamga chidadi edi. Qo'shnilarga aytdim. Oilasida ko'chaga chiqmasin deyishdi. Ota-onamga bordim. Qaytib kelsang uyat bo'ladi deb haydashdi. Hamma jim qarab turdi. Bugun yig'layapsiz-a? Qaynonamning vafotiga emas, o'zingizga enaga topilmayotganiga yig'layapsiz. Men o'sha pichoqni qaynonamga emas, meni mana shu holga keltirgan barcha befarq odamlarga urdim. Endi meni qorong'u kamera kutyapti. Lekin biling, u yerda ham mana shu uydagidan ko'ra ko'proq erkinlik bor. Chunki u yerda hech kim meni har kuni itdek xo'rlamaydi. Sokinlik sari rasmiy kanali sokinlik istagan ko'ngillar uchun. Bizdan uzoqlashmang.